O'zbek jurnalistikasida yana bir yo'qotish. Mashhur san'atkorlar bilan intervyulari orqali xalqimizga tanish bo'lgan ijodkor Jasur Hamroyev vafot etdi. 42 yoshli jurnalistning vafoti munosabati bilan bugun mashhur shou biznes vakillari Yulduz Usmonova, Rayhon, Munisa Rizayeva va boshqalar o'zining Instagram sahifasida ijodkorning yaqinlariga hamdardlik bildirdi. Biz jurnalist bilan umrining so'nggi yillarida birga faoliyat olib borgan aktrisa bilan suhbatlashdik. Jasur aka bilan oxirgi marta 2 kun oldin gaplashuvdik. Jurnalning yangi soni bo'yicha ertalab telefon qilishganida akam berib qo'ydi deb telefon qilishdi. Odam ishonmadi rostini aytsam. Rejalar ko'p edi. O'tgan yili jurnal ochganlarida keling singlim Zamira mana shunaqa jurnal boshlayapmiz. Global redaktorlik qiling dedilar. Bosh muharrir bo'lib ish boshladim. O'zi oxirgi necha yildan beri kasallik bilan kurashyotganlar, nefrologiya bilan. Kuchli odam edilar. Har doim hammaga yaxshi muomala qilib, yaxshi gapirib yurardilar, kulib yurardilar, lekin hech kimga dardini bildirmasdilar. Deyarli bir haftadan beri ijtimoiy tarmoqlarda ularga kerakli qon gruppasini so'rab yozib yotibmiz. Hech kim yordam ham bermadi, aloqaga ham chiqmadi-da. Hammaga yordam qilgan, hammaga yaxshiligi teggan odamga shu qon kerak bo'lgan paytda topilmadi-da. Ko'p sayohat qilishni yaxshi ko'rardilar. Joylar jannatda bo'lsin, yaqinlariga, oila a'zolariga hammaga sabr tilaymiz. Jasur Hamroyev nafaqat o'zbek san'ati vakillari, balki dunyo yulduzlari bilan ham eksklyuziv intervyular o'tkazgan. O'ziga xos yo'nalishi va o'tkir qalami bilan muxlislar mehrini qozongan Jasur Hamroyevning oila a'zolariga Milliy telekanal nomidan hamdardlik bildiramiz.